Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Agar bilsanglar, men 6 oy yoki undan ko'proq YouTube'dan yo'qolib qoldim. Sababi juda ham ko'p. Основном men o'zimni dasturlashga o'rganishga, sportdan, universitetning darslari va ishimni 2 marta almashtirishga majbur bo'lganim sababli, hayotimda juda ham ko'p o'zgarishlar bo'lgani sababli, men YouTube'dan vaqtinchalik to'xtatib turishga majbur bo'ldim. Bu orada matematikani o'rgandim, matematikani tugatdim. Matematika shunaqa yoqqanidan men dars o'rganishga harakat qilyapman. Chunki bitta kitob tugagandan keyin keyingi kitobni olishga harakat qilyapman. Hozir Samarqand to'plam kitobini ishlayapman. Va deyarli tugatdim. Men Telegramda agar a'zo bo'lgan bo'lsanglar, post yozaman degandim. Ya'ni men bu kitob haqida post yozmoqchi edim. Post emas, review o'qimoqchi edim bu kitob haqida. Bu kitobni o'qib bo'ldim oxirigacha. Ko'rsanglar bo'ladi. Mana bunaqa ahvollarga ham kelib ketdi bu kitob va to'g'risini aytadigan bo'lsam, o'zimdan kitob zakaz qilmanglar arzonga. 30 mingga tushdi bu kitob, lekin xuddi o'zingiz chiqarishganga o'xshaydi. Menimcha o'zingiz ham chiqarishgan, chunki men o'zim kitob chiqarganman. Uyimda printer bor. Oldin kitob chiqarganman. Hozir afsus ishlamaydi printerim. Kitob chiqarganman va deyarli shunaqa edi, lekin kачество ozgina yaxshiroq edi meniki. Va bitta-ikkita betlari joyi almashib qolgan kitobni. Lekin anonsiga qarab baho bermaymiz. Maslahatim avval data structure'larni ozgina o'qib, keyin kirish kerak bu kitobga. Kitob o'z nomini aytmadim. Kitob Grokking Algorithms. Adya Bargava tomonidan yozilgan. Даже bilmayman ismini to'g'ri aytolmaymanmi yo'qmi. Yaxshi kitob, to'g'risini aytadigan bo'lsam, zo'r kitob, qiyin mavzularni chiroyli tushuntirishgan, ya'ni dynamic programming haqida gapirilgan, breadth first search, keyin graflar, ayniqsa men graflar haqida uncha tushunmagandim. Bundan keyin mana shu kitob o'zidan keyin mana shu videoni o'zida 42 haqida ham gapirib o'tib ketaman, chunki undan ikkita kurs olganman Azimjon Po'latovning 42 platformasidan. Ikkita kurs olganman, shular haqida ham review qilib o'tib ketaman. Xo'p, birinchi bu kitobni oladigan bo'lsak, aytganimdek birinchi o'rinda sizlar yaxshisi data structure'lar haqida ozgina bo'lsa ham ma'lumotingiz bo'lishi kerak, algoritmlar haqida ozgina ma'lumotingiz bo'lishi kerak. Juda ham ozgina, lekin noldan boshlasangiz ham bo'ladi. Agar intense o'rganaman desanglar, ya'ni bundan tashqari yana bitta mavzu o'qib turib, internetda artikl o'qiysizlarmi yoki boshqa narsalar o'qib ko'raman desanglar, yaxshi kitob. Ichida unaqa chizilgan ular bor. Chizmalari yaxshi tushuntirib beradi, chunki men bitta-ikkita algoritmlar yozilganda uncha tushunmagandim. Masalan, graf haqida yozganda tushuntirishi qiyin bo'lgan, keyin chizib ko'rsatganlaridan yaxshi tushundim. Xo'p, bu plus taraflari. Minus taraflari xuddiki bu kitob aralashib ketgan kontentlari. Men aytmayapman bu kitob ichidan deb, kontentini o'zi graflarni o'tib turib, trilarni o'tmagan. Trilar haqida gapirmagan. Chunki grafga kerak bo'ladigan narsa trilar haqida. Keyin breadth first search haqida gapirgan, lekin depth first search haqida gapirmagan. Endi bu ham triga oid masala. Maslahat beraman, o'qinglar mana shu kitobni. Agar dasturlashga kirmoqchi bo'lsanglar yoki algoritmlarni o'rganmoqchi bo'lsanglar, dasturlashga kirishda ozgina qiynalasizlar, algoritmga kirmoqchi bo'lsanglar, ozgina dasturlashdan xabaringiz bo'lsa, zo'r kitob, maslahat beraman shu kitobni. Ismi esingizda qolsin, Grokking Algorithms. Xo'p, endi 42 haqida gapiradigan bo'lsak, men o'tgan yili yozda, 1 yil bo'ldi, Express Backend degan kursni olganman. Azimjon Po'latov o'zi o'tgan va nima deyman kurs haqida? Kurs prinsipი yaxshi, yomon emas. Faqat juda ham basic уровеньda. Agar dasturlashga endi kirgan bo'lsanglar, umuman xabaringiz bo'lmasa, bu sizlar uchun Python tilida tanlangan, Python va shell haqida tushuntirilgan, Linux komandalari va eng zo'ri o'zini ichidagi environment bor edi. O'zingizlar Linux komandalarini yozsanglar bo'ladi. Shu sentyabr yoki avgustlarda algoritmlar kursini olganman. Express algoritm kursini. U kurs просто shokolad kurs. Men hammaga maslahat beraman, kim dasturlashni yoki algoritm data structure'larni qilmoqchi bo'lsa, просто shokolad kurs. Da aytaman, design brilliant.org dan olingan, qirik dizayni brilliant.org dan ham matematika o'qiganman. O'sha yerdan olingan. Men reski sezdim bu narsani. Problemlar, lead code problemlari. Lead code'dagi problemlar va uni o'zbek tiliga shunchaki tarjima qilingan va o'zingizlar kod yozsanglar bo'ladi va lekin tushuntirish bo'yicha tan olish kerak. Zo'r tushuntirgan algoritmlar kursini va
Undan keyingi algoritmlarni yechish bo'yicha ham zo'r tushuntirilgan. Qanaqa algoritm yechilishi kerak, qanaqa time complexity, space complexity'lari, qanaqa shular zo'r tushuntirilgan. Va yana bitta minus tomoni, bu kurs oxirigacha yetmay qolgan. Shu narsasi sal minusroq. Agar sotib oladigan bo'lsangiz, shu narsani inobatga olinglar. Graflarda algoritm berilgan-u, lekin yechishi ko'rsatilmagan, qanaqa yechilishi kerakligi. Balki bu atilab qilingandir, balki yo'q. Menimcha, prosta esidan chiqib qolishgan. Yechim degan section bor-u, yechiladigan videosi yo'q. Aytsanglar, maslahat berasanmi desanglar, men 100% maslahat beraman Express algoritm kursini. Ozgina agar dasturlash bo'yicha biliminglar bo'lsa, Express backend kursini men maslahat bermayman, chunki u juda ham basic levelda. Va bu kitobni maslahat berasanmi desanglar, maslahat beraman. Zo'r kitob, haqiqatan zo'r kitob va bundan keyin men xudo xolisa bitta kitob zakaz qilmoqchiman. Introduction to Algorithm degan kitob, reviewlarini o'qidim. Yaxshi kitob ekan. Undan keyin men ham o'zim review qilib ko'raman bu kitobni. Bo'lmasa, keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga xayr.